Bugun sizlarga 64 tali inkubatorimizni kalibrovka qilish, ya'ni nastroyka qilishlarni ko'rsatib tushuntirib o'tamiz. Mana bu temp degan narsa 38,1 gradusda turibdi. Bu ichkarini issiqlik haroratini aytyapti. Mana bu hum namlikni ko'rsatib turadi. Mana bu time bo'lsa tuxumlarni aylantirish vaqti, ya'ni 120 daqiqada o'zi avtomatik aylantiradi. Uni pastida bo'lsa mana days kunini sanab turadi. 3-kun, 4-kun, 15-kun shuni sanab turadigan narsa. Undan keyin mana head bo'lsa isitishda o'sha ko'rsatib turadi, ya'ni mana yerda gradusni, issiqlik gradusi ishlayotganini ko'rsatib turadi. Mana o'zi avtomatik yondi, ko'rayotgan bo'lsangiz, mana bu wet bo'lsa namlik. Bu namlik ham ishlayapti. O'sha 60 gradus, 60 foiz namlikka olib chiqish uchun mana 59 yondi bu narsa. Bu tuxumni aylantirish bo'ladi, turn tuxumni aylantirish ishlayapti degani. Bu ham o'zi avtomatik yonadi. Mana bu daqiqasi 0 ga tushganda alarm bo'lsa signal beradi. Misol uchun namlik ko'tarilib ketsa yoki tushib ketgan taqdirda o'zi avtomatik signal berib sizni chaqiradi bu. Ko'p inkubatorlarda bo'lmaydi bu signal, prosta ekranda yozuv yonib turadi xolos, signal chaqirmaydi. Light bo'lsa mana bu yerdan tuxumni tekshirsangiz bo'ladi. O'sha 8-kuni, 10-kuni bemalol tekshirib olsangiz bo'ladi. Qanaqa holatdaligini. Undan keyin bo'lsa mana mode knopkasi, mana misol uchun hozir bu tovuqqa qo'yib qo'yganmiz, o'zi avtomatik tovuqda turibdi. U o'zi avtomatik qo'yib qo'ysangiz, o'zini o'zi boshqaraveradi. Hammasi o'zi avtomat holatda bo'ladi. Tuxumni aylantirish, kun sanash, o'zi namlikni ko'tarib tushirish, bu yerda issiqlik gradusini yoqib tushish, hammasi o'zi avtomatik bo'ladi. Mode knopkasini bosib turib mana bu yerdan o'rdakka o'tkazsangiz bo'ladi. G'oziga o'tkazsangiz bo'ladi. Mana e'tibor bering, 38.5 o'zi avtomatikga qo'ygan bo'lsa 38.5 da bo'ladi g'ozda. Mana bundan keyin mana kabutar, bedana, fazan mana bu yerda bo'lsa men o'zim ishlataman deganlar uchun bu custom, bu o'zi ishlatmoqchi bo'lgani uchun avtomat bo'lmaydi, o'zingiz boshqarib ligrovkasini qilaverasiz. Bunda endi tayyor avtomat turganda o'zingiz boshqarib vaqtingizni ketkazganingizdan ko'ra yana bir mode knopkasini bosib, o'sha mana tovuqqa olib o'tib qo'yganingiz yaxshi. Mana shu holatda. Bundan keyin knopkalar bo'lsa, mana misol uchun set knopkasini 3 soniya bosib turamiz. F1 tuxumni aylanish vaqti. Buni ham ligrovka qilsangiz bo'ladi. Bu 100 daqiqa, 115 daqiqa qilib, lekin zavod o'zi sozlab qo'ygan 120 daqiqada turgani yaxshi. F1 da. F2 da bo'lsa 95 soniya tuxum aylanadi. Ya'ni 120 daqiqa o'sha har 2 soatda 95 sekundga 1 daqiqa-yu 35 sekundga tuxumni aylantiradi. F2 da. Bundan keyin F3 ga o'tadigan bo'lsa, harorat kalibrovkasi, haroratni kalibrovka qilish, ya'ni termometr orqali kalibrovka qilsa bo'ladi. Mana shu poka holatida turgan bo'ladi. Mana misol uchun, mana bu yerda poka holatda, mana bunga olib o'tingda, mana holatda ishlatilinadi. Poka holatda turganda termometrda tutib turib, 0.2 ga 0.3 ga o'ynasa, harorat shunga qarab ligrovka qilsangiz bo'ladi. Juda ham oson. Hozir men sizga video davomida to'liq tushuntirib o'taman uni. Mana biz yana hozir hali holatiga qaytamiz holatiga mana. Set knopkasini bosib, mana bu F3 tushuntirib o'tganim. Bundan keyin 60% namlik F4. Bundan keyin bo'lsa birinchi kuni, ya'ni batdan ligrovka qilsangiz bo'ladi kunini. Misol uchun 0 ga qaytib qoldi kuni, qandaydir svetingiz o'chgandan keyinmi yoki boshqa holat bo'lgandan keyinmi 0 ga qaytib qoldimi, o'zi 7-kundami, siz bemalol 7-kunga o'tib set knopkasini mana bitta bosib tasdiqlab qo'ysangiz bo'ldi. Unga qaytdi o'zi avtomatik. Bu 6 marta o'sha har 120 daqiqada roliklari 6 marta aylanadi degani. Bir marta aylanganda o'sha 6 marta bu tarafga qilib aylanadi. Mana hozir 7-kunga o'tdik mana. E'tibor bergan bo'lsangiz. Ana endi uni biz mana yana bosib turib birinchi kunga qaytarib qo'ysak bo'ladi. Mana F5 da birinchi kunga qaytarib qo'yamiz. Mana shu yerdan ligrovka qilsangiz bo'ladi, misol uchun kunini. Bu o'zi zavod qo'yib qo'ygan holatda turgani yaxshi. Motorni o'zgarib qolishi mumkin. Buni o'zgartirsangiz bu holatda turaveradi o'zi. Xo'p, asosiy narsasi mana shular. Bundan keyingi bo'lsa, mana misol uchun set knopkasi bilan plus knopkani birdaniga bosib turamiz. 3 soniya.
P1 chiqdi. P1da biz ligrovka qilsangiz bo'ladi. Bu avtomatik turganda, zavod holatda turadi. Buni ligrovka qila olmaymiz, lekin biz customga o'tib turib, hali kimlardir o'zi boshqaradi deydi-ku. O'sha holatga o'tib turib ligrovka qilsangiz bo'ladi. P1da. P1 nimasini ligrovka qilasiz? Eng yuqori bu 38.8 o'zini standartnisida signal harorati bu. 38.8 da signal beradi. Bu eng yuqori haroratdan o'tib ketganda signal beradi. P2 bo'lsa isitishni to'xtatish, ya'ni 38 gradus yetganda o'sha mana nimasi o'sha avtomatik o'chadi mana. Xayr, o'zi avtomatik o'chadi. Undan tushib ketsa, keyin yana avtomatik yonib ishlayveradi. Undan keyin bo'lsa P3 bo'ladi. Bu P3imiz nimaga kelsiz? Isitishni yoqish. O'zi avtomatik 37.7 gradusga tushganda avtomatik o'zi yoqadi. 38.2 qilish uchun o'zi avtomatik yoqib, o'zini boshqarib ishlayveradi. Ligrovka qilsiz bo'ladi uni nari tarafdan qilib, customga o'tib ligrovka qilsiz bo'ladi. P4 ga o'tdik. P4 nima desiz? P4 bo'lsa eng past harorati signali. Ya'ni 37.2 gradusga tushib ketsa, o'sha avtomatik signal berib, o'sha sizni chaqiradi. Bu P4 da. Undan keyin yana set knopkasini bosamiz. Bu hash o'tadi. 80% namlikgacha ko'tarilib ketsa, ichkaridagi namlik 80% ga ko'tarilib ketsa, o'zi avtomatik sizni chaqiradi. Mana bu yerda H1 da. Undan keyingisi bo'lsa H2 bo'ladi. Namlikni to'xtatish, ya'ni 60% ga chiqdimi, o'zi avtomatik mana vet namlik o'zi avtomatik to'xtab turadi, isitishni to'xtatadi, ishlab turmaydi. O'zini o'zi boshqaraveradi bu avtomat, to'liq avtomatli boshqaruvli. Xo'p, undan keyin 55% namlashni yoqish, o'zi avtomatik 55 ga tushdimi, yana yoqadi, yana 60 ga chiqadi, yana to'xtaydi. Shunaqa qilib o'zini o'zi avtomat boshqaraveradi. Bu holatda hozir yana men sizga bosib knopkalarni o'sha yerga qaytaraman. Hop, hop, hop. Namlikni to'xtatishga o'tdik biz. O'sha namlikni mana 55% da yoqadi, 60% da to'xtatadi. Eng past namlik signali bo'lsa 40% ga tushib ketsa, o'zi avtomatik signal berib, alarm cholib, sizni chaqiradi. Bu o'zi ligrovka qilsiz bo'ladi. Buni ham misol uchun menda 35 ta chaqirsin, menda 42 ta chaqirsin, 45 ta chaqirsin deb ligrovka qilsak bo'ladi. Bu holatda qila olmaymiz, faqat nari tarafdan kirib turib, customga o'tib turib, ligrovka qilib, tasdiqlab qaytsak bo'ladi. Lekin bu o'zi zavod holatda turganda, zavod kalibrovka qilib tayyor qilib qo'ygan holatda turganda, buni o'zgartirish shart emas. O'zgartirmaganingiz ma'qul. Oddiy foydalanuvchi, misol uchun siz bilan men ishlatayotgan paytimizda uni o'zgartirmaganimiz yaxshi. Undan keyin bo'lsa, mana misol uchun tovuq tuxumi 38 gradusga qo'yiladi. Mana qarang, 38 gradusda turibdi. Birinchi kundan 6-kungacha 38 da turadi. 38.1 jibatda signal yo'q batda, hozir signal bermaydi. Namlik bo'lsa, mana vet ishlayapti. 60% namlikka qo'ygan, avtomatik o'zi zavod bu sekin ko'tariladi. Keyin vet avtomatik o'chadi. Bunda ham xuddi shunaqa, mana hozir hayot ishlab turibdi. 37.9 ga tushdimi, o'zi ishlaydi bu. 38 ga ko'tarildi, mana 38 ga ko'tarish uchun o'zi ishlaydi. Mana shu holatda bo'ladi. Xuddi shu holatda o'zi avtomatik o'sha har bir 120 daqiqada aylantiradi. Birinchi kundan 6-kungacha 38 gradus issiqlikda bo'ladi, namlik 60% bo'ladi. 7-kundan 12-kungacha bo'lsa 55% namlik bo'ladi. 37.8 mana bunaqa 37.8 hozir 37.9 bo'lib qoldi. 37.8 gradus issiqlik bo'ladi. Unda ham har 2 soatda aylantiradi. 13-kundan 18-kungacha bo'lsa 37.6 da qo'yiladi. O'zi avtomatik qo'yadi. Siz uni qo'yishingiz shart emas. 37.6 gradusda avtomatik o'zi qo'yadi. 60% namlik bo'ladi. Har 2 soatda unda ham o'zi avtomatik aylantiradi. 19-kundan 21-kungacha bo'lsa aylantirmaydi. O'sha tuxumni setkaga terib qo'yasiz, roliklarni olib qo'yasiz, o'sha gradusni 37.2 ga tushirasiz, namlikni 70% ga ko'tarib qo'yasiz. Xuddi shu holatda bo'ladi. Endi misol uchun yana nimasini tushuntirib o'tsam bo'ladi sizlarga. Kalibrovkani bo'lsa, mana F3 ga kirib turib, hali termometr orqali aytib o'tganimdek, pokaga suqib turib, kalibrovkani o'sha termometrda 0.2 ga 0.3 ga o'ynasa, o'zi 0.2 ga o'ynaydi o'zi, uni zarari yo'q, hech ham qo'rqinchli joyi yo'q. O'ynab turgan taqdirda siz точно aniqlik kiritib olish uchun 2-3 soat, 3-4 soat ishlatganingizdan keyin, mana shu holatda 3-4 soat ishlatganingizdan keyin termometrda suqasiz. Misol uchun sirazi yangi tuxumlar terib qo'yib turib, sirazi termometrda suqib uni sozlamaysiz.
3 soat ishlab turibdi. Mana maromida turganda, rosa holatiga turganda, keyin avtomatik yoqib, termometrda yoqib ishlatsangiz bo'ladi. Namlikdan tekshirgani o'sha gigrometr orqali tekshirsangiz bo'ladi. Endi misol uchun o'zi zavod, yana bitta life hack, zavod sozlamasiga qaytish uchun mana misol uchun mana time 115 kunini aytaylik misol uchun. Mana sizga yana bitta life hack. Kunini mana 6-kun qilib qo'ydim men. Mana qarang, 6-kun qilib qo'ydim endi. Mana holatda turibdi. Endi shu holatda misol uchun yana bitta narsa, siz misol uchun kunini aniqlik kirita olmay qoldingiz yoki necha kunligini aniq bo'lmay qoldi. Xullas, mana yerda sanayapti-yu, lekin nima desak bo'ladi? Bu o'chib yonganning hisobiga 1-2 kun aqa-baqa bo'lib qoldi yoki bo'lmasa tuxumlar ochib chiqib bo'ldi. Buni zavod holatiga qaytarish kerak. Endi mana kun sanaveradi-yu, ya'ni 22-23 kun bo'lib ketaveradi-yu. Shu holatda plus bilan minus knopkasini birdaniga mana qarab turing, 6-kunda turibdi. Birdaniga bosib turamiz 5 soniya. 5 soniya bosib turiladi. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, zavod holatiga qaytdi. Mana birinchi kun 120 daqiqa mana avtomatik qaytdi. E'tibor berdingizmi? Mana shu holatda mana qaytadi. Yana sizga bir tushuntirib o'tganimdek shu. Live hack bu ham avtomatik qaytib olish. Endi iloji bo'lsa mana hali tushuntirib o'tganim P1 dan P4 gacha, H1 dan H4 gacha parametrlarga tegmaslik tavsiya qilinadi. Zavodning o'zi sozlamalari tayyor holatda standarti bo'yicha demaganingiz yaxshi. Mana misol uchun endi roligini aylanishini ko'rish uchun mana qarang, men sizga hozir 100 bosib o'tayda. Roligini aylanayotganini ko'rsatib o'taman sizga. Mana qarang. Roligini aylanishini ko'rishingiz uchun to'liq tushuncha endi to'liq qilib beryapman-da endi sizga mana qarang. Hop, mana set tanlab qo'ydik, tanladik. Hop, mana o'tdi. Hozir mana 1 daqiqadan keyin o'zi avtomatik yonadi. Bu o'zi sanashni boshlaydi. 95 sekunddan boshlab pastga qarab sanashni boshlaydi. Mana bu turn yonadi, tuxumni aylantirish yonadi. Faqat hozir mana 1 daqiqadan keyin mana hozir ko'rsatib o'taman sizga. Roliklarni ham tortmasini ochib ko'rsataman. Bu tarafda ham ko'rsatib tushuntirib o'taman hozir mana. 1 daqiqa kutamizda mana tezda bo'ladi. O'sha avtomatik aylanadi. O'sha mana isitish yonib turibdi, 37 7 turibdi. Bu 37 8 ga chiqish uchun bu ishlayapti. Namlik ham xuddi shunaqa 60% ga chiqish uchun 50%, 8%, 59% turibdi. Bu ishlayapti. Bu 60 ga chiqdimi avtomatik namlik o'chadi. Bu 37 8 ga chiqdimi avtomatik o'chadi isitish. O'zini o'zi boshqaradi. To'liq o'sha avtomat boshqaruvli full avtomat deyilgani mana shu bo'ladi. Full avtomat bas. Mana o'sha aytib o'tganimdek, pastga qarab o'sha sanayapti. Turn. Tuxumni aylantirishni boshladi. Mana 95 sekunddan boshladi. Endi mana bunga qarab ko'rsatib qo'ying bitta. Mana ko'rsatib o'ting. Yaqinroq ko'rsating. Ko'rinsin. Mana bu yerga ana qo'ysiz ham o'sha yaqinroq mana bu yerdan ko'rsating-da. Mana aylanyapti. Mana e'tibor bergan bo'lsalaring, sekin o'sha aylanyapti mana. Ana aylanyapti. Shu holatda aylanib mana qarang endi mana buni ko'rsating-da. O'sha mana 58 sekund, 95 sekund davomida o'zi standarti bo'yicha shunaqa aylanadi avtomatik. Mana shu holatda bo'ladi. To'liq full avtomat boshqaruvli, korpuslari juda ham baquvvat bo'ladi bu inkubatorimiz. 64 talik sig'imli, undan tashqari 128 talik, 192 talik, 256 talik, 320 talik, 400, 500 talikgacha bo'ladi. Bu inkubatorimiz bizga qulayroq bo'lishi uchun 64 talik inkubatorimizni tushuntirib o'tdik. Qo'ldan kelgancha tushuntirib o'tdik. Bu misol uchun bizni ko'pchilik telefon qiladi. Sizlarga o'xshagan mana shunaqa sotib oldim. Sizlarga o'xshab ketarki inkubator, uni sozlolmayapman, uni men kalibrovka qilish tushunmayapman. Qanday qiladiganlarga mana shu holatda qilinadi. Iloji bo'lsa, manfaatli bo'lgan bo'lsa, misol uchun bilganlar uchun eslatma bo'ldi, bilmaganlar uchun inshaalloh mana yangilik bo'ldi. Life hack o'zlari uchun mana bilib olishdi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni esdan chiqarmang, imkon bo'lsa, kommentariy yozib bemalol biz bilan aloqaga chiqib bog'lansalaring bo'ladi. Savollaring bo'lsa qo'shimcha bemalol yozsalaring bo'ladi. Xo'p, undan keyin mana holatda o'zi ishlatadi. Buni ko'rsating-da. Siz mana shu holatda ishlatasiz. Mana shu qalin korpusli, o'sha qalin inkubatorimiz mana shu po'kayli holatda ishlatiladi. Mana shu holatda ishlaydi. Iloji bo'lsa mana shu holatda ishlatasiz. -20 gradusdan +70 gradusgacha bo'lgan holatda ishlatiladi.
xonani haroratini aytib o'tyapman. Buni harorati emas, xonani harorati. O'sha minus 20 gradus plus 70 gradus holatda bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Bu inkubatorlarimiz Xitoyda ishlab chiqarilgan to'liq avtomat boshqaruvli inkubatorlar. Qo'limizdan kelgancha tushuntirib, sizlarga aytib o'tdik. Bemalol biz bilan bog'lanib aloqaga chiqsalaring bo'ladi. Videoda ulashib, tushunmaydigan inkubator olgan, lekin ishlatish bilmayotgan odamlarga bemalol olib, ular bilan o'sha videoda ulashib bo'lishsalaring bo'ladi. Inshaalloh manfaatli bo'ldi deb o'ylaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.